Chorva ishqibozlari, bugungi efirimiz Samarqand viloyati Payariq tumani Xalqabod mahallasi Eshmoqsa qishlog'idan bo'lyapti. Biz mana shu Andijon viloyati Marhamat tumanidan Xayrullo hoji akamizdan chorva xarid qilgan edik. Qarang, Xayrullo hoji akamiz bir ehson tariqasida chorvalaridan mijozlarga mana shunday yutuq atagan ekan. Mana shu yutuq bizga nasib qildi. Mana shu yutuq bizga nasib qildi. Hoji akamiz inshaalloh hoji akamiz. Qanchadan qancha muxlislar menga telefon qildiki, qo'yni qabul qilib oldingizmi? Qo'yni ko'rsating. Bugun taqdir qilgan ekan, mana bugun qo'y xonadonimga keldi. Bundan oldin olingan opa-singil sigirlarni singlisini olganman. U molni ham hozir ko'rsatamiz. Yana bir sigir xarid qildim baraka topganim uchun. Uni ham bilet qo'y yozdilar hoji tog'a. Ana. Inshaalloh yana bitta chiqib olishi ham mumkin. Barchangizga mana shu birodar bilan chorva oldi bu yerda qilishlaringizni so'rab qolaman. Hoji akaga ham katta rahmat. Eldi xizmatidan tushma dargohini